Denmesi. Ha 3 sam aldı mı? Ha 3 sam aldı. 3 sam aldı yine kommentariya yazıp kanala podpisasyonu basıp videonun tarqada bir şərti bilen yine kommentariya mut şinin çaynikten, bludadan, stakandan koyanadık. Neyir ki bu? Bu Xitoy. Xitoy. Orijinal oladı axı. Ha Xitoy. 12-15 satılğan 10 mingə düşdü. 10 ming, özü 10 ming satıldı. Aha. Ne bu 12 ming so'm paxta gülü. Ha, bu 12 ming so'm. Ha. 2200'dan beramiz. Hava. Yine bular 5 ming so'mdan, yaxshi ko'rsasiz. Assalomu alaykum. 2837 kanalımız obunaçıları, kanalımız mehmonlari. Ko'pchilik shu Hikayat apam o'zini so'raydi. Hikayat apa, narx-navolar ish bo'lgan, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ammo yuribsizmi? Sog'liklar yaxshimi? Hikayat apam o'zi kanalda so'raydilar постоянно, kommentariyada yozadilar. Kanal narx-navolar shetamiz buyin. Sindiramizmi? Tushiramizmi narx-navolar? Tushiradigan ham bu. Qani narx-navolar o'zi shetgan hozir. Salgina tushgan ham bu, ko'tarilgan ham bu. Bo'ldi. Shunda yangi postolar bilan kutib olaveradilar, xudo xolasa. Yangiliklar ko'p, bir tarafdan aytib o'tamiz. Paxta gullidan boshlayamiz. Paxta gullidan boshlayamiz, narx-navolar. Qani bo'lmasam boshqa qani? Yana Rishtonning cho'kasasi. Ha. 2200 so'm. 2200 dan. so'mda bu. Ha. 2200 dan beramiz. Ha. Yana bular 5000 so'mdan, yaxshi ko'rsasiz. Aha. Bu 6000 so'mliklar 5800 beramiz yana. 5800 dan. 200 so'm arzonlatganmiz. Aha. Bu endi ko'proq vaqt va pulunda bilinadi-da. Bular yana nelar? Rishtonlab kelsalar kattasi 4,5 ming so'm, 5 ming so'm edi bular ham. Ha. 8,5 ming so'mliklab kelsalar yana 8 ming so'm bo'ldi. Bu paxta gulli hech qachon modadan kam edi bu, ha? Ha, O'zbek. Avval oxir yani O'zbekka olasa dedi-ku, shundan ashlar, ha. Hop. Keyin tarilkalari 7 ming so'm, originallari 7 ming so'm. 7,5 ming so'mliklar 7 ming so'm bo'ldi. Keyin bu arzon Rishton tarilkalari 2300 so'm. 2300 dan beramiz. Pachkada 30 dona bo'ladi. Aha. Hop, bu ko'za sho'rab pishadigan tandirchilar ham yer vaqtda sevimga qolamiz. Ko'za nelar bu? Bulardan ham kelavasizlar, bulardan ham. Tandirchilar komplekt qo'shib basalar ham bir de optimum arzon baho beramiz. Xudo xolasa. Budalari 6,5 ming so'm. Ha. Bu chashkadancha so'm komplekt. Chashka komplekt 25 ming so'm. 25 ikkisi. 25. Tushunarli. Har xil rangidan bor. Bir ko'p. Qani keyin? Bu avvalnilari bor edi. 5,5 ming so'm. Ha. Originali 11 ming so'm. Aha. Taqsimchada ham narsa yana salat-saladonlar 6,5 ming so'm. 6200 beramiz bularni. 6200 dan. Bular ikisidan bir bajaxi. Ha, ikisidan bir baj. Tushunarli. Bularcha so'm? Bu 12 ming so'm. Xilab degan narsa. Xilab, bu yoqqa kalbosa, hammasi ketadi, ha. Atirgulli narsalarimiz bor, bular biladilarmi yana? Aha. 9,5 ming so'm olib kelsalar. Nerga bu? Bu Toshkent. Toshkent. Zavod Xitoy. Tarikalar, 2 xil tarikalar ham bor edi. Aha. 8,5 8 ming so'm. Aha. 2 razmer ham bor. Hop, bu komplektlar necha so'm? Bular 150 mingdan yana ustunda yana yaldiroq bor. Isham o'zi turishi ishining korobkasi ham bormi, ha? Ha, korobkada turibdi 150 ming so'm. Podarishni yadim yaxshi. Ha. Bular 13 ming so'm. Bular yana 15 ming so'm. Plidalari 22 ming so'm. 22 dan. Tushunarli. Adres plidam 22 ming so'm, bir xil baho. Chosalanchadan. Choy kasalar 7 ming so'm. 7 ming so'mdan. Choy ham bor edi. Choyning hamma narsasi bor, baholari bir xil. Zavod axi, ha? Ha, bular zavod. Taqsimchalar yana 15 ming so'mdan. Ha. Yanlış verdim 16 ming so'm. Bu 16 ming so'm. Avvalgisi 14 ming so'm. Bu 14. Tushunarli. Choy kasasi 7 ming so'm yana. 7 ming so'mdan. Sifatli axi bular, qalin. Ha, bu zavod vejadi. Zavod vejadi. Endi choynaklar ham bir aytadi. Necha so'mdan necha so'm acha bular? Bular 10 ming so'mlik choynaklar. 10 ming so'm. Bular 12-15 sotilgan, 10 mingga tushdi. 10 ming, o'zi 10 ming sotildi. Aha. Bu 12 ming so'm paxta guli. Ha, bu 12 ming so'm ekan, ha. 12 ming so'm. Bular 20 lik choynaklar qimmatlar yana. Ha. 20 lik. Aha. Bular 20 likning har xillari bor. Sho'racha 20. Sho'racha 20 shudan ben acha. Yana 25 ming so'm. Bu 25. Ya nergize choynakka o'xshaydi ekan, voy. Ha, bu Nazira. Ha, ikkisi Nazira. Nazira. 30 dan. Bularning. Bular 20 ming so'm atirgullar yana. Yana bu 22 ming so'm. Bu 22. Buning? Bular 20 ming so'm. Bunisi 40 ming so'm bular. 40 ming so'm. Tushunarli. Bu qatori bir qator aytib o'tdik. O'rtadan ham yangiliklar kelgan, yan tarafdan ham katta nelar kelgan. Shuni aytib o'tamiz. Nelerimiz geldi? Qani yangiliklar bular? Har xilasidan bor ekan. Alma, enor, hamma narsasi bor. Kattalari 130 mingdan. Aha. Yana kichikroqlari 100 mingdan. 100 dan. Tushunarli. 80 mingdan. Bu 80 dan. Nerga bu?
Bu Xitoy. Xitoy. Original oladi axı. Ha, Xitoy. Bulara ne olsa alıp koyarlar öz aslanlı. Hala bunları kastrolete bir de işletediler. Yine bunlara duz pul salıp koysa boladı. Yine balaçalar bak kichkineler. Bula Svetleri 35'ten. Tushunarli. Bu yan taraflar ham bir aytib o'taylik. Chashkalar. Chashkalar 20 ming so'm. 20, 25. 30 ming so'mliklar ham. 30 ming so'mliklar bu yozilganlar odam. Otla yozilganlar. 30 ming. Bular Tarelkalar bular ham 8 ming so'm. Bir kilona baholar. Ha. Bu kosalarimiz. Kosalar 5 tona kosa turibdi. 75 ming so'm. 75. Ha. Bunisi. 6 dona kosa 85 ming so'm. 85. Miningda birda turadi buni. Ha, yine komplekt o'tib turadi ishni. Ben korobkasam bor axı buni. Ha, bu korobkada 7 turadi. Yine shu qovoq choyniklarni 4 kil svetam degan. 70 ming so'm. Bu o'zi ko'p kelib, ko'p ketadi, voy. Ha, yaqinda Tamam bo'lib qoladi. Keyin kamerada yo'q edi, bugun oqshom keldi hali bular. Ha, ya. Bana yaxshi olib turibdilar xalq, Xitoy original axı bular. Xitoy original. Yine bu burchlari bo'yni. Ha. 120 ming so'mdan. 120 ming so'm korobka postavkasi bilan. Ha. Tushunarli. Termizlar keyin. Bu original termizlar 75 ming so'm. Yine bu 40 ming so'm. 40. Endi sezon boshladi bularda. Ha. Termiz sezon. 90 ming so'm original. 90 ming. Bu podarishini paxta gulli? 35 ming so'm. 35 ming so'm duruşu. Ha. Bunisi? Ular 120 ming so'm. Bunisi? 120. Bam yangilik aqa o'tgan safar gak qiladi bular. Bulanchadan? 80 ming. 80 ming so'm. 3 dona komplekti. Bam korobkada bo'ladi axı. Ha. Bu naborimiz necha so'm? Shu 120lik bu. 120. Kosalarda ne gaplar? Kosalar yine bular 5,5 ming so'mdan turibmiz hozir yine. Yani şu kosalar 5,5 tushirib tashladik. Bular necha sotilgandan bir aytib o'tadi u bunachilar. 6,5, 6 ming alganlar biladi, o'zi qimmat alganlar, evvelkilar qimmat olgan bu. Hozir 5,5 tushirdik hali. Bu promo Xitoydan keladi. Bu Xitoyga o. Sifati yaxshi, yine ko'rsangiz bo'ladi deydi. Xo'p. Bir de yine qimmatroqlari bor. 7 ming so'm. Bu nersam katta, razmer ham katta ekan buni. Razmer ham kattaroq, teylar ham boshqa bitta kattaroqda, ammo farqi shunda. Bular 8 ming, 7 ming so'm. Bular 8 yorum. Necha berasiz buni o'zi? Buları 7,5 tushirib tashladik. 7,5. Yine bu lekin komplektdan bir narsasi bor. Buni choyniki bular qimmatroq lekin. 11 ming so'm. 11 mingdan. Tushunarli. Choyniki 80 ming. Xolasa shu tushasa ham bo'ladi axı buni. Donalar. Xolasa komplektga bosam ham bo'ladi. Yine bulayna. Ha. 11 ming so'mdan. Arxivisi bu. Choy kasalar 6 ming so'm. Bundan xolasa shu bir kilo bosam Xitoy bo'ladi. narsa bular, O'zbekiston emas bular ham. Yine Xitoy. Hop. Lola firma. Keyin? Qaysi keramiki? Nima so'radingiz? Aytavering. Bular 15 ming so'm tushirdik, bular 18-20 berilib turadi. 12 ming so'm beradi. Yani yashilkam shunday bo'ldi, 12 ming so'm, 15 ming so'm yana kattasi. Bularni 20 ming so'm deb ham chiqarib ekan, qarang bir. 20 ming so'm edi. 15 mingga tushirdik. 15 ming. Blidalar yana 55 ming edi. 45 ming so'm bo'ldi. 45 dan beramiz. Suv listalar ham yana 20 ming so'm edi, 17 ming so'm beramiz. Otdim bahosi. Har xil sveti bor. Yana gullarim har xillar. Tushunarli, kelib ko'rib olaveradi yaqqandan. Bular endi hammasiga ko'proq olaman desalar topilaman bo'libdi hammasi. Bor. Yana blidalar. 28 ming so'm beramiz buni. 35 ming so'm, 30 ming so'm sotilgan eng katta bahosi. Ya bu narsalar ham ko'p ketadi hozir. 27 ming so'm, ular ham arzonroq. Arzonroq qoldi. Bu termizlardan eng katta xillari. Yana bu katta 3 litrliklar. 70 ming so'm. 2 litrlik 65 ming so'm. 65. Tushunarli. Endi bu yandan sovuq, shu termizga ko'p kerak bo'ladi. Yosh bolasi, bolalar ham, katta odamlar, bolalar ham shu. Hop, aytamiz bularni. Bular 370 ming so'm. 370 ming so'm, necha dona nabori bor? 9 dona komplekt. 9 komplekt. Choynaklar? Choynaklar ham yana bular 55 mingga tushirganmiz. Bular 60 mingga, 1,5 litrlikini biladi o'zi olib yurganlar. 60 mingga tushirdik. Bular 50 ming so'm. 45 ham beramiz bular. Mana bu choynakimiz bor 200 ming so'm, bu originali. Xitoy chistin original, dinozor narsa bu, 100 ming so'm choynak. Hop, bular necha so'm bu komplekt chiroyli tutqu ko'z olib, Bu 20 ming so'm tarkasi. Choy kasasi 10 ming so'm yana. 10 mingdan. Buning kattasi? Bu 35 ming so'm. 35 ming so'm. Yani ne o'tiradi ekan, men niye beshni yo'q, boshqacha olib chiroyli olib. Hava, aytavering, kanallari necha so'mdan bular? Keyin ini bular. 30 ming so'm.
Bunun 30 ming so'm. Bludasi 32 ming so'm. 32. Bağım şu Xitoy orijinal. Xitoy, avval Lola firma o'zi biladi, aluvchilar. Firması, ko'pchilik so'raydi firmasini. Lola firma. Tushunarli. Keyin, bu taraflar 12 ming so'mdan beramiz. Aha. Kattalarni 11 ming so'm kichkinasi meni. 6lik razmer bu. Aha. Yana mana 27 ming so'mdan beramiz avvalini. Yana bular 30 ming so'mdan beramiz salatlarini. Chuqurlari bor edi hammasini. Bu da ruchkada ham xilisi bor. 40 ming so'm beriladi. Bunu so'raymiz salatimizni. Bu tonik 55 beramiz. Tonik 55. 55'e tushirdik buni. Tushundim. Bu dema toniklarning Bular 95 ming so'mdan beramiz. Ve bu trenddagi toniklarning? Bular 20 ming so'm. 20 ming so'm. Tushunarli. Hop, kaşık naboram bor. Holatlar yan tarafda 3 kaşıklar ham bor. Bu naborincha so'mga beramiz, korobkalarni. 300 ming so'm originalim. 300 ming so'm. Chashkalarcha so'mdancha so'macha bular. Chashkalar 10 ming so'mdan, yana MM levellar olib bilganlar biladi, 11 ming so'm, 12 ming so'm berib turadi, 10 ming so'mga tushirdik. 10 ming so'm. Renglari bor, hamma rangi. Hamma rangidan bor. Bularınchadan? Bular 15 ming so'm, 20 ming so'm. 15-20 dan. Hop, har xilisidan bor shunda. Bu o'rta qator bir aytali yangiliklar. Tovoqlardan har xillar bor tovoqlar. Yine 25 mingdan shu blyudalarni beramiz. Xitoy blyudalari kelaversinlar. 27 beğensiz bular opton baho. 25'e tushirdik. Ha. Tovoqlar 28 mingdan yine har xil razmerlari bor. Aha. Ko'zachalar kerak bo'lsa bor 12 ming so'mdan. Ko'zachalar 12 ming so'm. Ha. Aha. Yana tovoqlar kattalari 30 ming so'm, chuqur kattalari. Ha, chuqur xilasi bu. Shular 35 berganmiz. Meva donlar ham kelgan buni yine. Meva. Ha. O'rtada hozirdan ishlatib turibdilar, yaxshi olib turibdi shu narsalarni. Aha. 28 ming beramiz. 28, tushunarli. Yana har xil svetlari. Eng kattasini so'mga beramiz. Eng kattasini 35 beramiz. 35. Şu men maşin bozorda görüyorum, 80 ming so'mdan sotib bitdilar shunda onasi odiyliklar keldi. Endi shu yerda bak, qarang, to'y sezon boshlandi. Hamma o'zini ishidan komplekt qiladigan bo'lsa, navolar bonus etib beramiz. Hamma olgandan keyin. Gelib agar shu 2 milliondan ziyod bo'lsa, bonuslari bor, kelaversinlar. Qo'shib beramiz xullas. Qo'shib beradigan narsalarimiz bor o'zi. Bir de yana tefallar ham bor. Tefallarning narxlarini aytib o'tar. Tefallarning originali 80 ming, 100 ming, 40 ming so'm prostoyi. Aha. Yana bu tefal o'ynadim, yaxshi tefal, yana 80 mingdan sotib turibmiz, ajoyib ish. Ha. Bu ne aytib o'tar? 3-2. 180 ming so'm bular meni. 180 ming. 240 ming sotilgan ular. 240 ming sotilgan, 180 ga tushirdi. Bular ancha so'm. Bu chopperlar 80 ming bo'ldi. 80 ming. Bu original qozoncha so'm. Uni 250 beramiz. 250 beriladi. Bence hemen narsani bir xato aytib o'tdik. Agar oshxona anjomlari ham qiziq bo'lsa, ular ham bir videosini qo'yamiz. Keyin sizlarga nov savollarınız bo'lsa, yana kommentariyada yozsangizlar, keyingi videoda shularga yechim topib javob beramiz. Hop, bu ko'rib turgan narsalaringiz bir de shu turibdi, pastda bor, aryan tarafda siqlatdan olmay, yuqori tarafdan ham turibdi. Xohlagan narsangizni cheklanmagan miqdorda olsangizlar bo'ladi. Skidkalarni ham aytib o'tdilar, shu 2 milliondan ko'proq narsa xarid qilsangizlar, Xudo xohlasa, yana ustidan bir bonuslar qo'shib beramiz. Shu yerda bu dastavka xizmatlaridan bir aytib o'taylik. Dastavka xizmat Xorazm bo'ylab bo'ladi. Xorazm bo'ylab. Shu olgan narsasiga qarab, Xudo xohlasa ko'proq ob'em olsa. 2 milliondan ziyod olib borib tushiramiz, bir so'm pullari kerakmaydi. Dastavka xizmatlarimiz tekin. Bo'ldi, yani dastavka xizmati tekin, bu faqat To'qnaning Xorazm, shu yerdan esa borib bering, ko'p necha vodiydan aka ukalarimiz ham ko'rib, Farg'ona taraflardan ham dastavka etib bering narsalar arzon ekan dedilar. Endi ular ham uncha ko'tarmaydi. Chunki iloji bo'lsa shu yani Xorazmda aka ukalari aytganlarimizda, singillarimizda shu videoni tashlab qo'yasizlar. Optimal savdolar shu Hazarasov, Qazaq bozoriga kelasizlar, Chinni bozor tarafida 837-do'kon. Ekranning ostida telefon nomerlari qoldiraman yana. Shu yerdan batafsil ma'lumotlar osonlikla bo'ladi bemalol. Telefon qilasizlar, narx-navosini so'rash, surishtirsangiz bo'ladi. Shu optima alsangizlar ham bo'ladi bu yerdan. Magazini bor, do'koni bor, aka ukalarimiz bor, kichkina yo'l uchlarini ochib qo'yadilar. Shular ham bemalol shu yerdan optim narxda alsangizlar bo'ladi. Videoni shu qarindoshlar, aka ukalar, qarindoshlar uchun yuppalar bo'ladi-ku. Masalan, xotin-qizlar ko'rib kuzatadigan bo'lsa, chiqollar yuppasi bo'ladi. Shu yuppalarga tashab qo'yinglar, narx-navolarni ko'rib turadilar. To'yatchak bu bir yerlar ham tashasanizlar, shu bir yordam bo'ladi, ishning bir nima deydi, optim bahoda oladi. Boshqa yerga qaraganda arzon. O'zlaridan boshqa do'konlar ham ko'rib, keyin narx-navolarni solishtirsangizlar bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib ketinglar. Savollarınız bo'lsa ham yozib ketsangizlar, keyingi videoda javobini berib o'tamiz. Xo'p, keyin kommentariya shova, navo qo'yish ham yozsangizlar, uni ham qo'yamiz. O'tgan safar bundan 50-ki videoda kommentariya. Ha, 3 sam oldimi? Ha, 3 sam oldi. 3 sam oldi. Kommentariya, zakoniyat kommentariya yozib, kanalga podpiskani bosib, videoni tarqatib berish sharti bilan kommentariya mut ishning choynakdan, blyudadan, stakandan qo'ygan edik. Endiginada kommentariya showimizda navodan qo'yib, aytgan narsalaringizni qo'yishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Termiz bo'lsa, termiz, tefal,
yoki bo'lmasam chin deyishlar. Shu videomizni tarqatib, like bosib, kommentariyada fikr mulohazalaringizni yozib ketaverasizlar. Barchangizni kutamiz. Magazinimiz ochiq kelaverasizlar. Shu bozor bor kunisi azonda shu 7 dan ochiq turadi, 7 dan 4-5 ochildi. Bemalol kelaverasizlar. Yana ham ekran ostida telefon nomeri.